La'nati, sen mana shu aravachani nima pulsdan taraflaring bor? Seni deb bilasanmi? Qancha temirim ketgandi? Atiga 29 ta. La'nati, 29 ta temir uvol bo'ldi ya. Video boshlandi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Xurshid Game va Artur MC. Artur meni chaqirgani, uni ko'rishga ketyapmiz. Telefonda to'liq gapni eshita olmay qoldim, antenna uzilib qolgandi. Hozir qo'ng'iroq qilib aytdi. Olg'a. To'xta, vagonetdan tushib qolyapman do'stlar, hozir shu to'xta. To'xta La'nati, Arturga aytaman bag bo'layotgandan. Negadir tushib qolyapman aravadan. La'nati Artur, Artur yana emas. Narsalar yotibdimi? Mayli, hozir unga qarayman. Yo'qol Creeper. To'xta, vagonet. To'xta. Hoy, to'xta. Hozir tushib qolaman La'nati vagonet. To'xta. Ya bo'ldi. La'nati. Hozir Arturga aytam. Artur? Aravam yerma bo'ldi, uchib ketib qoldim men. Aravamni qaytar meni. Aravamni qaytar. Shu problemami? Va yana 29 ta unga oldim, uzr. Ana sotaman. Moni. Aytganingda qimmatroq sotganingda arzonroq sotasan. Menga uy sotib oldim deganing-ku. Ha, sen menga uy sotib olganmi? Bak ko'rsat. Ishqi pul ortib qoldimi? Bu sen arqondan chiqib birinchi etajga tursang, men o'zim ikkinchi etajga xalq qo'raman, tushundingmi? Chiqib hamma narsamni olib kirib balay batar. Kecha senga yana bitta qoidani aytaymi? Nima? Ha. Qotib qolding? Alo. Bak bo'lishiga borib turaychi men. Hozir o'zi kelib qolsa kerak. Bo'ldi, bag ketib qoldi. Uni hammuncha shovqin bu yer. Xullas, bari magazindan va banchalarni nimadir bo'lyapti-da. To'xta, qornim ochib qoldi, mana yo'lay. Bo'ldi, ketdik. Hali sen o'zing bilan non olib yuribsan. Qornim och, McDonald. Nega yopiq? Yo'q, qanisa. Mani davlatimda sigir yuribdi, prik. Mana bu menikimidi? Bu taraf saniki. To'xta, sen birinchi etajda mashina kutib turibsan, tushundingmi? Hop. Tak, Artur. Nima? Nima qilyapsan? Sen chiqib turib o'shada kirib tur. La'nati, och eshikni, jitil. Chiqib ket bu uydan. Nimaga men hamma soliqlarni joyida to'layapman-ku. Yo'q, sen chiqib ket, tushundingmi? Yana Xurshid yashaydi. Kim u Xurshid? Kim bilib olasan videoda? Bor, yo'qol chiqib ket. To'xta. Nima? Derazani singan ovoz eshitildimi? Namuncha shovqin Artur pades. Короче. Yur. Ketdik. Bitta oila ham yashaydimi? Yo'q, bir kishi yashardi bitta jitil. Mana sari uy. Yo'q, boshqa xonalarda. Vau. Menda pullarim ham bor ekan. Aytgancha men sud bo'lib ishlayman, o'zimiz kelishganimizdagi. Bu xonaga kirishingdan oldin men oyna olib kelishim kerak. Nega? Oyna turibdi-yu. To'xta, mana oyna bor ekan. Qaytarib qo'yish kerak. Mametdan nima? Jitil oynani otib oladi. Oynani ochib qo'yaymi yoki yopib qo'yaymi? To'xta. Bo'l, tepasini past ochiq turadi. Yo'q, sen nima demoqchiligimni tushunmading. Yalachasimgami? Ochilgan pozada tursinmi yoki yo'q? Mayli, shu turaversin. Havo kirib turadi. Vau, xolodilnikda ovqatlarim bor ekan. Qochib turchi. Pichog'im kiyimim yirtib oladi, sal qo'lingga olib tasha. Okey. Endi televizorim bor ekan, qanaqadir narsa kino bo'lyapti shekilli. Aytgancha, men jitil mabodo yana nimadir qaytib kelib qoladigan bo'lsa, men shular urib o'ldirasan. Urib? Bu podyezddan kimdir tushyapti shekilli do'stlar. Tak. Men tushyapman. Gapingni eshit. To'xta. Artur. Uxla. To'xta, aytgancha, sen meni qo'shnisan. Serios. Men shuymayman. Короче, men uxladim. Tushundingmi? Bo'pti. Tak. Xonalarning eshigini yopamiz. Albatta yopiq ekan. Do'stlar, yangi uy oldim. Vau, mo'minlar chiroyli ekan. Endi yotib uxlaymiz. Hammaga ko'pdi. Do'stlar, hammaga xayrli tun.
Qo'shiqlarni o'chiringlar ey. Baribir o'chirilmadi. Bu bitqo'lni qayerda yuvaman? Suv bormi? Yo'q, suv yo'q ekan bu yerda bitqo'l yuvishga nechun? Qo'sh. Kimdan so'rab kirding? Hoy! 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 La'nati cho'milib oldik. Uyimni buzib tashlading. Yuvdi. Yuvishim shart emasdi. Ko'chada yuvib olardim birorta to'g'riroq suvga. Rahmat deb men seni cho'miltirdim. Rahmat. Tuvakni qaytarib qo'y. Boshqa tuvagim yo'qmi endi? Menda bor. Ana. Qochib tur. Invertarimda negadir buglar bo'lyapti. Men sudda ishlayman deganim, suzga narsalarim bor ekan. Ana u qayerda? Sudlarmi? Qo'y, to'xta, boltacham olay ovqatcham bilan. Men senga o'zim pechini beraman. Kuki. To'xta, ovqat olay, yetadi. Kukingga to'ymayman men. Tak, bitta grill bilan, Kukini o'zim yeb qoldim. bitta grill bilan 10 tasiga olaman. Chunki sudda qancha bo'ladi? Yo'q, oyligimni ozroq beradim, chunki bugun oyning oxirgi kuni-yu. Sen oylik emas, sen kunlik olasan. Kim? Ana u kim aytgancha? Kuniga 3 ta oltin olasan. Ana u kim? Kim? Bankda kim ishlaydi? Bankda sen ishlaysan. Ana Sen sudya bo'lmoqchimi, bankirmi? sudya. Mana sudya boltaman bor. Demak sen sudya bo'lasan. Sen o'z zalingga bormaysan, yo'l top. Men yo'q qayerdan bilmayman. Yur bo'lmasa. Oy! La'nati qoch. Men chekadaman. Opa. Давай. Siz Creeper deb yozib qo'y. Давай. Creeper to'kordi. Qayerdaligini ko'rsatib menga, bo'lib ketaman. Ket. Tak. Tashqi parashi g'ayrat bo'lib ko'rinadigan joy mana shu xullas. Men ko'ra olmayman. Ikkinchi rejaman. Qaysi biri endi sud zali endi? Bu yerda ko'rmadim ham hatto. Chegarani eshigini ochamiz, kiramiz, sud zaliga kiramiz. Sud qachon boshlanadi aytgancha? Sud любое время bo'lishi mumkin. La'nati, hur atmosfera. Xo'sh, biz Xurshidga sud qilamiz. Sen 15 sutkaga. Sabab? Просто istab ko'rdim. Sudya bo'lish tekshirib ko'rdim. Ko'rdingmi qanaqa o'tib ketgan? O'zimga undan ham ko'proq yoqdi. Bor chiq, bu yerda ish qilaman men. Mayli. Nega to'xtab tur? Seni xavfsizliging uchun. Kimdir kelib yeb ketadi-ya. Aytaman, balki sen kimdir yeb ketarsan. Yaxshiroqqa endi. Pasini qilmading. Pasini ham qilaylik. Qilasan-da. Chunki osh ko'rib ketdik-a. Aytdingmi endi va'daga vafo. Lekin Bu yerda qanday chiqaman? Sindirsan kerak bo'lsa. Kim kelib qo'yib ketasan. Nafas yetishmayapti, sindiramiz. Aytgancha, Baxti. Artur. Oh shit. Here we go again. Boqaqatga spor. Do'stlar, menimcha ishlar tugagandan keyin kechroqda videoga boshlayman. Hoy, tepada yugurmanglar. Hamma mazasiga. Do'stlar, majlis. Majlisga hech kim kelmayaptimi? Biz qishloqda yo'q ko'ring. Majlis qayerga chiqish? Amayoq shaharga ekan. Majlis qayerda edi? Men ichkaridanmidi? Tezroq qo'yib chiqay. Tak, bu boshqa joy ekan, bu boshqa joy. Tak, hozir tepaga. Artur nega meni chaqirmadi bu yerga? Do'stlar, negadir Artur, Majlisga hamma. Keldim. Keling. Jiddilarchi, kelmaydimi? Men qayerdan bilay? Mayli, sen o'zing bilan majlis qilamiz. Jiddilar chaqirmadingmi? Chaqirdim. Xullas, jiddilar qishloqda qolib ketdi, kela olmadi. Keyingi safar kelishimga hatta jiddilar bo'lsa. Jiddilarda zaklari yo'q ekan. Shular qolib ketdi. Xo'sh, sen 15 sutkaga hazil qil. What? Xullas, senga bitta gap bor. Gapir. Men seni xullas qishloqqa qo'yaman. Sen qishloqda xullas 2 kun yo'q mayli, 1 kun nazoratchilik qilasan. 1 kun uxlamasdanmi? Uxlaysan, nazoratchilik qilasan, короче, yo'q, uxlamaysan. Yo'q. Pasa. Qoshim urib jonimga tegdi, lekin bilan. Nima ish qilaman bitta? Men och qoldim. Men sen uchun 9
Qizbek ukam alohida. Yo'q, rahmat. McDonald's olmagan. Yo'q. Uyimning ichida bor ekan o'zi. Jitil pishirgandir. Jitilga rahmat. Yo'q, menda bor hali ham. Lekin jitil hozir mamcha qishloqqa kelgan, mana o'sha jitil. La'nat, men xafa bo'lib ko'rishmasdan o'tib ketdik. Demak, uni o'ldirish kerak. Yo'q, maniyak bo'lib ketyapsan oxirgi payt, bilasan? Qara bu qishloq, qanaqa turibdi? Atako'nlikdan bo'lgansiz. Bildim. Demak, kompyuter xona portlab ketdi. Kompyuterxona? Bitta kompyuter-ku. Oldida kompyuter ko'p edi, demak, xalq pulini yeyishibdi. O'tiramiz. Maniyak. Men bu kim uyi? Kompotni nogronini stilidagi. Hozir ko'ramiz. Yo'q, jitillar deyman. Bu hammasi o'sha jitil. Balki senga o'xshar. Xartumli. Hamma jitil xartum. Bu uyga kir. Qaysi uyga? Ha, bu uyga. Hozir derazadan ko'raman. Yurakchalar chiqyapti. Bu yerda 3 ta shunaqa jitil bor edi, bittasi chiqib ketdi. Yo'q. Ketdik. Yo'q. Jitil bu yerda hamma jitil farqlimi? Yo'q. Qara, mana bu yerda akulasiz yuribdi, ko'ryapsan? Mana akulalar o'tolmasligi uchun mana Do'stlar ko'rmadim, lekin kommentga ha deb yozib qo'y. mana montajda qo'yilgan, ko'rmayapsan? Montaj sen qilasan aytgancha? Yo'q, sen qilasan. Demak qo'ymayman. O'zim o'rgataman qanday qilishni. Do'stlar qo'yinlik olmaslik uchun ha bor ekan deb kommentga yozib qo'yinglar. Ko'p qo'yinlik oladi-da. Eshitibman. Aytgancha uning qulog'i 2x kattada, kattalikda. Voy, oyog'im. Ha yo'q, men chevab o'tdingsan. Ay. Qara. Qarasan. Mana uy qurasiz, qanaqadir uy. Yo'q. Yo'q, bormayman men. Sen ham bilaman, u yerda bomba baloy battarlar qilasan. Men yandashing yo'q. Tabel bo'lgandan keyin hammasdan qo'rqaverarmi? Kim men berib? Ham qo'rqaveradi. Ba'zi kuchi bilan. Sen libboy teshikka, libboy joyiga bomba qo'yib qo'yaverasan. Ke dedim, men berib plyaj. Nimaga sen chekada yuribsan, o'rtaga chiqmading? Ha? Просто пока. Demak, o'rtani o'tmaymiz, chekada o'tamiz. Oppa, ana bo'ldi. Demak, tuzoq bor bu yerda. Yo'q. Yaramas. O'rtadan yurib o'tibdi, tez. Men chaqirganiga yarasha nimadir bo'ladi deb o'ylaganman. Bu plyaj cho'bilsa bo'ladi. Sen nimaga uni bet qazyapsan? Bilmadim, qara, chunki tarixiy qanaqadir bloklar topdim. Toshku. Mayli, yur ketdik. Menga qo'ng'iroq qilgan sababingni ayt. Telefonda yaxshi eshita olmagandim. Aytgancha, sen endi bizni shaharga qarashing kerak. Senchi? Men vaqtinchalik bitta shahar bilan hamkorlik qilgan ketyapman, bitta davlat bilan. Shaharda men va jitillardan boshqa hech kim yo'q-ku? Yo'q, bitta davlat bilan hamkorlik qilgan ketyapman. Oy, shaharda mendan boshqa hech kim yo'q-ku? Yo'q, sendan boshqa odamlar qilyapti, jitillarni ko'rmangmi? Jitil odam emas, o'yinchi emas. O'yinchilarning hammasini mayli, xullas senga o'xshab vazifalar bilan jo'natib oldim. O'zi nechta o'yinchi bor edi? Bu yerda 18 tadan ko'p o'yinchi yashaydi. Nega bitta ish yo'q? Ey, o'tma bu yoqqa. Nega? Pastdan o'tish kerak. Sabab? Qishloqdan chiqyapsan sabab. Shahardan chiqayotganda ham pastdan o'tdik-ku. Yo'q, shahardan chiqayotganda tepadan o'tish kerak. Tepadan o'tib taqishdi. Meni o'z oldimdan. Nima farqi bor? Sen qol o'sha Atakan Titan qosida sen bir kun qolishing kerak, nazorat qil. Jitillar xullas iloji boricha ko'proq jitil kerak bizga, tushundingmi? Men jitil bilanmi? Yo'q, jitillar ko'proq bo'lishi kerak. Sen borib nazorat qilasan kechasi, zombi uy yaqinlashsa, sen jitillarda Qurolim yo'q. Qara. Qurolim yo'q. Xabar beraman. Zombi uylar hujum qilsa, sen jitillarni o'ldirasan. Jitillar maniakmanmi? Maniak qilishga jur'at deyapsanmi? Zombilarni o'ldirasan, qanaqa jitilni o'ldirasan? Meni maniak qilib tashlashdi do'stlar. Zombilarni o'ldirasan. Do'stlar debman, do'stlar. Meni maniak izdotsag'im bo'ldi, baqirmasdan ovozingni o'chir. Do'stlar, meni nagli maniakka chiqarib yuborishdi. Zombilar hujum qilsa, jitilni o'ldirasan. Atakan Titan. Introbsizlik. Jitillar, sizlarga bitta gap aytaymi?
Nima gapirchi? Bu gapni eshitib siqilasa yoki kulib o'ylasa. Aytavering. Gapir, ben 2 soatdan beri kutib turaman seni. Sen misal O'ldiraman uni. aytgancha menga Artur mana bu olmos topborni berdi-da. Aha. Keyin esa jiddilarga zombi hujum qilsa, Aha. zombi jiddilardan o'ldir dedi. La'nati. Sen otasan seni xullas to'shab bizdan emas. Mayli. Yo'q, la'nati bizni o'ldirma. Xullas. Qoch. Kalpatdan o'tkazib yuboraman seni. Bilasan, meni akalarim kimlar bo'ladi? Hozir men ularni chaqirib kelaman, bor yo'q. Mana bu yerda yurak chaqirdi, nimadir qilib tashashdi. Yurakchilar chiqib ketdi. Do'stlar, la'nat Artur menga nas ishni buyurib ketib qoldi. Jiddilar уже yerda qishlaq jiddilar. Kir, davay. Bos, davay, bittan kir. Davay, sen ham orqasidan kirgin. Kir orqasidan. Orqasidan kir dedim. Kir. Bittasizlar ikkala. Bitta xoli farzandlari xiyonat ustida Artur. Xiyonat ustida ishladim, sud qilish kerak. Xiyonat ustida ishladim, sud qilish kerak. Короче, Artur kelmayapti, eshitgan bo'lsa kerak. Короче, Artur, men bu jitil otamni, onam bilmadim. Men bu yerda bolachasini o'tirgan ekan. Ana pushti kiyimli jitil bori. Ana shu men bu jitilni olib kirib ketdim mana shaqa. Qarasa bitta ona bilan bolami, ota bilan bola o'tirgan ekan. Sirroz men bu chiqib ketdi. Artur, eshityapsanmi? Alo. Bilamanki senda telefon yo'q. Har doimgidek yana Bluetooth ulab olding shekilli. Ha. Shunda endi men seni oldinga borishim uchun borolmayman, chunki men xullas ketishim kerak ish bilan. Men hamkorlik qilmoqchiman boshqa davlat bilan. Sudni kim bilan o'tkazaman guvohsiz? Guvoh obunachilarning bo'lishdi. Borib ketishim kerak. Sen uxlama. Nega? Sen kechasi bilan nazoratchilik qilasan. Ko'zim to'xta oynaga qaray. Ko'zim qizarib ketibdi-ku. Uxlayman men. Ko'zing qizargan bo'lsa balki ichib olgandirsan. Voy, menga emas, jiddilarga emas, menga hujum qilishyapti. Ay, O'ldiribdi. o'ldirolmayapman. Bo'ldi. Qancha jonim qolgan bilasanmi? Artur, qancha jonim qolgan bilasanmi? Qancha? 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta. Nogiron joyni sanab turibsan. Ha. Ужас, ketdik. Tezda. Jiddilarni o'ldiraymi yo zombilarni? Zombini jiddilarni o'ldirish kerak emas. Jiddilar ko'payish kerak dedim men senga. Nega jiddilar zombi hujum qilsa jiddilarni o'ldir dedik. Hozir borib jiddilar. Bo'ldi, men birinchi buyruqman jiddilarni o'ldiraman. Yallanadi jiddilar. Daxkillaring hamma. Bittalab qaramanman. Seni o'zingni o'ldiraman. Qanisan o'zi? Mana yur lanat. Oy! Qaraman nima olib keldi? U Afrikaga bording. Yo'q. Afrika emas, u yoqda o'zi. O'zimizda ham o'stirsa bo'ladi. Yo'q, Yo'q, Saruzlar jiddilar bilan bo'lishimni o'yladim. Men esa ketdim hamkorlik qilganiga. Qarakan. O'rniga ko'p. Senga o'xshagandir-da. Eshityapsan gapimni? Alo, nima deysan? Prezident haqorat qildi, yo bo'lmasa borib o'ldirib ketay. Nega ovoz kelmayapti? Menimcha naushnikim suvga tushib qoldi shekilli. Alo. Tarjimlayaptimi? Alo. Sen bizni haqorat qilyapsan, yo bo'lmasa borib o'ldirib ketay deysan. Tarvuzingni hozir sindiraman. Ha, hozir sindi tarvuz. Endi itgan qo'ng'iroq qilish olmaydi. Jitil. Pecha jiringlayaptimi? Alo, bizga qarshi qolmaysan. Tushundim, yo bo'lmasa borib o'ldirib. Pechkani buzaman. Buzildi. Yaxshi. Alo, sen bizga qarshi. Yaramas. Buni bu yoqqa qo'yamiz endi. Qayerdan jiringlayapti? Yaramas skelet, jim tur. Men qayerimdir jiringlayapti. Mana. Alo, la'nati, sen biz bilan o'ynashibsanmi?
Pashole. Tak. Zombi endi sen jirilyapsanmi? To'xtab tur. Alo. Alo, sen nima bizni odamni o'ldirmoqchisan? O'ldirmi? Tirs. Bitta zarbaga chiramadi. Bechora. Toshring. Men bu. Alo. Alo. Get out. O'ylamaydi. Endi deyirsanmi? Alo. Alo. Tura qol. Ha, deyirsan sal chaytan qo'ymaysan siqmay. Ishdir bolaga jirilyaptimi? To'xta, bolaga jirilyapsan. To'xta. To'xtab tur. Alo. Get over. To'xta, bo'luvch. Nimaga hamma jirilyapti? Qachondagimdan nima jirilyapti? Alo. Tura qol. Lanati. Qayerdir antenna yo'q joy topishim kerak. Tak. To'xta, jirilyapsan, to'xta. Alo, o'zim gapiryapman senga. Nimaga jirilyapsan unda jirilyapti-ku? O'zim tuqib. To'xta qara. Sen uxlas davlat ishlariga aralashmading. Tushunding? Men unday qilishdayman. Sen Bor o'zimga. Farakan. Uyqum kelyapti. La'nat, jonim. Sen prezidentni o'ldirmoqchi bo'lding. Uyqum kelyapti, meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ben birovga seni bir kunlik ish haqing qo'ygan ko'chatanga qarab turganing uchun. Bo'ldi, uyga ketdim, men bu yerga o'tib turdim men. Yo'q, sen masala qolishing kerak. Oyligimni oldim men, uyqum kelyapti meni Bu axir. oyligini yarib berdi. Uyqum kelyapti. Mani hikoyamni holi o'ylaman. Hokim o'ldi, dunyoga yetkazish kerak, do'stlar. Uyqum kelyapti. Tezroq borish kerak, kim gapiryapti bu yerda hokim o'lgan. Obbo, qochib turing. Hokimning ruhi do'stlar. Ben teleport bo'ldim. Hokimning ruhi. Ben xavfsiz joyga teleport bo'ldim. Uyga kir. Alo, zinadagi odam eshitadi. Ben shunchaki teleport bo'ldim. Get out. Do'stlar, MC o'ldi, Artur MC o'ldi. Endi nima qilamiz? Artur MC o'lib qoldi. MC hali yosh edi. Xayr do'stlar, Artur MC'ning tirik variantini topsam keyinroq gaplashamiz. Bo'pti.